Hammaga xayrli kun do'stlar. Bugun ko'pchilikning talabiga binoan avtomat bo'lmagan hamda hamyonbop tikuv mashinkani obzor qilamiz va bugun bizda Jack A2C tikuv mashinkasi. Bu mashinka eski turdagi A2B mashinkasini yangi avlodi hisoblanadi va ushbu mashinkalar o'rtasida qanday farqlar bo'ldi va yangi A2C tikuv mashinkasi nimalar qila oladi? Bugun shu haqida to'liq obzor qilamiz. Qaraganda bittada ko'zga seziladigan asosiy farq bu uni dizayni hisoblanadi. Yangilangan A2C modelida displey xuddi avtomat tikuv mashinkalarinikidek joylashtirilgan. Eski A2B modelida bo'lsa, bu yerdagi knopkalar va displey yonboshdagi plastmassa qismida joylashgan bo'lgan. Juda ham kichkina va sonlari ko'rimsizroq bo'lgan. Yangi modelda bo'lsa, bu yanada chiroyliroq va ixchamroq qilib joylashtirilgan. Knopkalarga keladigan bo'lsak, eski A2B modeli bilan deyarli bir xil. Misol uchun, mana bu knopka ignani tikishdan so'ng yuqorida yoki pastda qolishini belgilab qo'ysa bo'ladi. Bu knopka bilan mana bitta bossa bu tepada qoladi, bitta bossa pastda. Mana hozir sinab ko'ramiz. Mana tikuv oxirida igna pastda qoldi. Yana bir marta bosib yuqoriga qo'yib qo'ysak, tikish oxirida mana ko'rishingiz mumkin, igna yuqorida qoldi. Xuddi shunaqa funksiya, demak, qaychi funksiyasi xabaringlar bor. F5 modelidan A2B modelini bitta plyusi o'zi mana shu qaychi funksiyasi edi. Bu A2C modelida ham bor va buni o'chirib yoqsa bo'ladi. Bitta bossanglar bu yoqdagi nuqta o'chadi, bitta bossanglar yonadi. O'chiq vaqtida bu tikish so'ngida lapkani orqaga qaytarsa, ip kesmaydi. O'zingizlar uni chiqarib olib qo'lda kesishingizga to'g'ri keladi. Bitta bosib qo'ysanglar, knopka yonadi va tikish so'ngida bitta bosamiz, ip kesadi. Undan tashqari, mashinkada restart funksiyasi bor. Mabodo qaysidir parametrlar buzilib qolsa, restart knopkasini bosib, zavod sozlamalariga qaytadi. S tugmasi odatda bu parametrlarni saqlashda ishlatiladi va buni tikuvchilar ko'pincha ishlatmaydi. Demak, tezlikni yuqoriga yoki pastga qilish funksiyasi P bu o'sha tezlikni saqlaydi va parametrlarda o'ngga, chapga qilish tugmalari hisoblanadi. Demak, keyingi knopkamiz bu chok orasini kengligini belgilaydigan regulyator bo'ladi. Bu 0 dan 5 mm gacha bo'ladi. Avtomat mashinkalarda bu knopkada bo'ladi. Ruchnoylarda bo'lsa mana shunaqa aylantiriladigan regulyator bo'ladi. Sizlarga hozir tikib ko'rsataman. Demak, 1 mm ga qo'yib bitta tikib ko'ramiz. Va xuddi shunda endi 5 mm ga qo'yib tikib ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin 1 mmlik hamda 4 mmlik choklar farqi. Demak, bu zakrepka richaga hisoblanadi. Bu ham oddiy mashinkalarda qo'lda amalga oshiriladi. Mabodo sizlarga tikuv boshida, oxirida, o'rtasida kerak bo'lsa, o'zingizlar bosib orqaga tikishingizga to'g'ri keladi. Qanaqa amalga oshiriladi? Misol uchun, sizlarga ketayotgan joylarda orqaga bosib tursanglar, orqaga qarab tikadi, qo'yib yuborsanglar oldinga. Agar zakrepka tez kerak bo'ladigan bo'lsa, unda bosib qo'yib yuborsanglar, o'zi zakrepka qiladi. Mana shunaqa. A2C mashinkasida ham lapka ko'tarish tizada amalga oshiriladi, pedalda emas. Tiz orqali o'ngga sursa, lapka ko'tariladi. Demak, bu yerda chiroqni yoqish knopkasi bor. Bir marta sursa xiraroq va yana bitta sursa to'liq yorug'likda yoritib beradi. Endi A2C tikuv mashinkasi eski A2B tikuv mashinkasidan qanday ustunlikka ega? Birinchisi bu lapka ko'tarilishida. A2C'da A2B ga nisbatan lapka balandroqqa ko'tariladi va shuni hisobiga qalinroq matolarni A2B ga nisbatan yaxshiroq tika oladi. Shu bilan birga bu modelga eski modelga nisbatan yaxshiroq, eski modelga nisbatan kuchliroq motor o'rnatilgan va bu yaxshiroq tikishga hamda asosiysi shovqinsiz tikishga yordam beradi. Yuqorida aytib o'tgan knopkalarimiz ham A2C tikuv mashinkasida mexanik knopkalarga almashtirilgan.
eslatib o'taman, A2B tikuv mashinkalarida knopkalari elektronniy bo'lgan, mexanik bo'lmagan. Bundan tashqari tikuv mashinkani pastki tishi ham A2B tikuv mashinkasiga nisbatan yaxshilangan va bu ham o'sha qalin matolarni va yuqa matolarni tikishda matoni yaxshiroq uzatib berishga yordam beradi. Yangilangan dizaynda mashinkani ushbu qismiga 14 years old number 1 deb yozib qo'yilgan, ya'ni brend 14 yildan beri dunyoda birinchi o'rinda. Bu boshqa modellarda yo'q, faqat mana shu A2si, A4si hamda AMH2 tikuv mashinkalarida bor va bunaqa ko'rinish hali bozorda soxtalashtirilmagan. F5 A2B modellarida soxtalar bor, shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Bu modellarda bo'lsa bemalol ishonch hosil qilgan holatda sotib olish mumkin. Demak, mashinkamiz ochiq moy tizimiga ega. Ochilganda bu yoqda up deb yozuv chiqadi va o'sha pedalni mabodo bosib yuborsanglar ham hech qanaqa ishlab ketmaydi, o'zini o'zi himoya qiladi mashinka. Yuqorida aytib o'tganimdek, ushbu tikuv mashinka aynan uyda tikish qiladigan yoki mini atlet sexlar uchun juda ham yaxshi tanlov. Sababi uni hamyonbopligi va ko'plab avtomat mashinkalarda bo'ladigan funksiyalarni qo'lda bo'lsa ham amalga oshirsa bo'lishi. Chunki объемga ishlaydigan katta fabrikalar uchun mashinkani avtomat bo'lishi juda ham muhim hisoblanadi, chunki bu vaqt degani. Aytaylik, qo'lda zakrepka oshirib, choklarni qo'lda burab, qo'lda ipni kesish bu vaqtni oladi juda ham. Uyda tikadigan odam, atelier sex uchun bu juda ham katta qiymatga ega emas. Shuning uchun oddiy tikuv mashinkani ham olishsa bo'ladi. Xo'p, tikuv mashinkani qanday qilib sotib olsa bo'ladi? Narx masalasiga keladigan bo'lsak, video tagida maxsus ssilka bor, ya'ni maxsus havola bor. Ushbu havolaga bosgan holatda mashinkani to'liq xarakteristika, ya'ni opisaniyalari bilan to'liq tanishish mumkin. U yerda narx ham mavjud. Agar aynan sotib olmoqchi bo'lsanglar, Toshkent shahri va butun O'zbekiston bo'ylab bizning filiallarimiz mavjud. Pastdagi mana bu telefon raqamlariga bizga telefon qilinglar. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz va ushbu tikuv mashinkani elektron qismiga 3 yil, mexanik qismiga 1 yil garantiya beriladi. Albatta original, chunki buni hali podelkasi chiqib ulgurmadi. Mabodo agar kelajakda chiqib ketmasa. Demak, hozircha shular. Agar sizlarda qandaydir qo'shimcha fikr va mulohazalar bo'lsa, kommentariyalar bemalol ochiq. Undan tashqari agar tikuv mashinkangiz bo'lsa yo unda qandaydir muammolar bo'lsa ham, kommentariyada yozib ketishinglar mumkin. Biz ularga javob berishga harakat qilamiz. Hozircha xayr, salomat bo'linglar.